Go'zallarini tomosha qilasiz. Har bitta toza parodalik so'lotda o'ta yarchikilar yetib kelgan. Videoda oxirgida ko'rib, o'ta go'zali shunaqa bo'lsa aka, o'ta go'zal odam keldi-ku. 4-partiyamiz oldi, xudo xolasa mana. Manzarani ko'rib ham aka, o'zi bitta laykni bossangiz keladi. Manzarani o'zi ko'rib, xudo xolasa laykni bosib, paddishkada turing. Chiroyli obzor qilamiz. Yana cho'pon bolani meni qo'yib fermasidan chiroyli bir 6 partiya qo'y bor, xudo xolasa olib chiqib obzorga qo'yamiz. Manzarani o'zi bitta layk jigar. Sizga ham nasib qilsa shunaqa yerlarda zo'rlarini boqishlik. Chorva narxlarini ashaddiy obunachilari xolasa bugun zo'r obzor bo'ladi. Yaxshi partiyani obzorga tayyorlaganmiz. Videoni oxiriga ko'rib, chiroyli laykni bosib turing. Har birimizga zo'rlaridan har doim nasib qilsin. O'ta go'zallaridan keldi-yu obunachilar, har birimizga nasib qilsin. Videoni ko'rib turgan obunachilarimizni qo'rolarda har doim bo'lsin. Ketaveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva narxlar kanalining ashaddiy obunachilari va har doimgidek chorva ishqibozlari. Obunachilar, xudo xolasa, Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'i. Kelavering, cho'pon boladan yana katta partiyani chiroyli narxlarda, xudo xolasa, tomosha qilasiz. Bittadan laykni bosib qo'ying. Jigar laykni bosib aka, har doimgidek zo'r paddishkada turing. Men sizga arzon narxlarda qo'yib berib, xolasa chiroyli obzorda yurishga harakat qilamiz. Obunachilar, kunimizga 10-iyul 2026-yil bugun chorshanba. Har birimizga shunaqa zo'rlardan boqishlik har doim nasib qilsa, xolasa ketaveramiz. Birinchi partiyamizga xotirjam joylashib oling. Zo'rlarini yig'ib kelganman. Birinchi partiya shunaqa o'tda noyob bo'lyaptimi? Bundan keyin ham vaqti noyoblashib boradi, xudo xolasa. Mashalloh, qo'zlarga qarang jigar. O'tda suluvlar haqiqiy chiroylilarga bitta bahoni berib qo'ying. O'tda chiroylilarni baqaman degan obunachilarimiz, xudo xolasa aloqaga chiqing, ish bitadi. O'tda zo'rlar obunachilar mana. Hop, bir dona qo'chqori bor, 3 dona urg'osi bor. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Toza bodom gullarini mana to'liq variantda obunachilar. Xudo xolasa bir joyga olib, yana bundanda chiroyli zot olaman degan obunachilarimiz aloqaga chiqing. Xudo xolasa chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, bir joyga olaman degan obunachilarimiz 5 million so'mdanga bo'lsa aloqaga chiqaring. Yoshlari 7 oylik, 6 oylik plus qo'zi shunaqa qilamiz. Ashlari urg'och aka. Mana qo'zini qarang, gabarit o'ta kuchli. Tomosha qilib tursangiz yana chiroyli obzor qilib, xudo xolasa olib borishga harakat qiling. Qo'zlarni qarang, mashalloh. 5 million so'mdanga bo'lsa Toshkentga doğru xolasa dastlabkani qilib yetkazib beraman. Tomosha qilib, laykni bosib qo'ying aka. Layk miga bet olmaydi. Hech qachon miga siz zaryadga ketib olmaydi. Laykni bosib, oshna og'ayni tanish bo'lsaga tashlab qo'ying. Shunaqa zo'rlarini obzorga qo'yapmiz. Xudo xolasa paddishkada o'tib turing. Bayda 3 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqori bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Mashaka ana yuzni qarang, kipriga qoralarni, quloq uchlar qoralarni, xudo xolasa. Yaxshi birinchisidagi qo'chqori. Xudo xolasa kimga yoqsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, ish bitadi. Tomosha qilib turing, ikkinchi partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Maslahatim bir joyga oling. 20 million so'm bo'lyapti-yu, puliga arzimagan narsalar bo'lyapti. Qarang, mashalloh, qo'zlarga bitta bahoni berib qo'ying. Obunachilar, ikkinchi partiyamiz. Toza Qirg'izistonda Bishkek so'lovlari xudo xolasa yetib kelgan 2 dona. Xudo xolasa 2 oy ham 2 tish birinchi qoringa. Toza arashani qo'shib bolasini olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqing. Xudo xolasa Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa oling aka, shunaqa zo'rlari kelganda laykni bosib, oshna og'ayni do'stlar bozorlarga ulashib qo'ying. Mana tozalaridan xudo xolasa bir jup yetib keldi. Ekalasi ham ektish qo'chqor ko'rmagan. Xudo xolasa hozir qo'chqorga tayyor. Toza arashan qo'chqor bor akalarimizga padlisa qilib jo'natib qo'ying. Xudo xolasa maza qilib bolasini olishadi. Ekalasi ham ekitishga yangi chiqazdi, xudo xolasa to'liq 20 kun, 1 oydan keyin xudo xolasa yetkazadi. Bolaga tayyor so'lovlarimiz mana. Ikkinchi partiyamiz oldi. Narxiga keladigan bo'lsak, 6 million 500 dan 13 million so'm bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ketaveradi Toshkentga doğru. Dala qo'ylari yem ko'rmagan. Badanida sal suv kamroq, xudo xolasa ozgina yem egizib sotib yaxshi daromad qilaman deganlarga xudo xolasa tavsiya qilib qo'yamiz. Yoshini bitta ochinglar qo'ydim mana obunachilar. Qarang, ikkitish yangi. Mana ikkitish yangi chiqadi, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlari bo'lsa, Namanganda turibdi, Tepaqo'rg'onda. Arzancha optim chinomini olgan yerdan xudo xolasa syomka olyapmiz.
Oling 6 million 500 dan bo'lsa, aloqaga xudo xolsa chiqarasiz. Ikkinchi partiyamiz oldi. Tomosha qilib tursanlang, yana zo'rlari, toza elita hissorlardan xudo xolsa yetib kelgan. Toliboy razrezini bitta ko'rsatgan so'lqda mana. Toza parodali Qirg'iziston Bishkek sovlig'i. Qo'ydi qarang. Parametrga bitta bahoni berib qo'ying. Bo'ylari 75-80 orasida. Xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar, dalavaji. Umuman yem ko'rmagan qo'ylar xudo xolsa. Kuzatib boring, xudo xolsa yana zo'rlaridan 4 partiya, 5 partiya qo'yamiz bugun. Xudo xolsa aloqaga chiqsalaring, chiroyli dastlabkani qilib beramiz. 6,5 million so'mdanga bo'lsa, xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'ydi o'ta uzunlari yetib kelgan qo'ydi qarang, parametrga bitta e'tibor berib qo'ying. Ana barchasini yopishtirgan. Mana obunachilar bir jup xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar. Tomosha qilib turing. 3-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Oldi ko'hrang ko'rsatib qo'yinglar endi mashlarda. Oldi ko'hragini qarang. Qirg'izistonning qo'yi oyoq qo'li bilan yuzga, basharaga e'tibor berib qo'ying. O'ta uzun bo'ladi. Garbonuslari, oyoq qo'li xudo xolsa mana uzun variantida. Bishkekniki xudo xolsa mana. Shuncha tayyor bolaga zo'ron olaman deganlar, xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar. Toza Qirg'izistonda Bishkekidan kelgan 2 dona xudo xolsa 3-partiyamizga qo'chqonlarimiz chiqqan. 7 oylik plus nasl uchun o'zim tarbiyalab 0 dan ko'tarilman degan obunachilarimizga yetib keldi. Zo'ron oling aka, mana garbonosi, oq yuzligi, ishqibozlari bo'lsa sotiladi. Narxini arzon summaga keldi. Menga ham xudo xolsa chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beraman. 7 oylik plus xudo xolsa bu hali qo'zi, bola qo'ylar obunachilar. Kech kuzroqqa sovib yaxshi naslda olaman degan ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Narxini 6 million so'mdan kami bor, o'tib beraman. Ozmoz kami bor, xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar. 3-partiyamiz oldi. Tomosha qilib tursangiz, yana zo'rlaridan yetib kelgan. Toza elita, elitnoy variantlari. Bugun obzorimizda aka zo'rlari chiqadi. Oxirgida tomosha qilib tursangiz, sizga yoqadigan video bo'ladi. Qo'zi, bola qo'y, aka mana garbonos. Garbonosini qarang. Mashaalloh deb qo'ying, kommentariga chiroyli qilib. Razrezlarni bitta ko'rsatib qo'yinglar aka mana qo'yadi. Dakansa razrez tikka dumba mana. Qo'zilarga bitta bahoni berib qo'ying. 6 million so'mdan o'tib beradigan joyi bor. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolsa chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Tomosha qilib turing, xudo xolsa 3-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Jigar like-ni bosib qo'ying. Chunki like-ni bosish esdan chiqmasa bo'ldi, xudo xolsa. Tomosha qilib turing, xudo xolsa 3-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Oling aka, 6 million so'mdan telefon qiling, jupiga o'tib beraman. Yakka tanlab olishga 6 million so'mdan yoqqanini oling. Oling mana, zo'ra kelganda xudo xolsa foydalanib qoling. Qo'chqorni bitta parametrga e'tibor berib qo'ying. Arzon aka 4 million, 4,5 million oddiy bahon qo'z chiqazyapti. Qirg'iziston Bishkek ishonchli narsani sizga tavsiya qilyapmiz. Toza elita hissorisi shunaqa bo'lsa aka, toza elita hissorisini 4-partiyaga olishdik. Qo'yga bitta bahoni berib qo'ying. Har birimizga xonadonimizda shunaqa zo'ridan albatta bo'lsin. Obunachilar bolasi urg'ochi, bolasini o'zi 7 oylik qo'zi mana. Bolasi xudo xolsa urg'ochi, onasi 4 yosh, manasi ikkinchi bolasi. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar, chiroyli dastlabkani qilib Toshkentga doğru yetkazib beramiz. Ishqibozlariga sotaman qo'ydi. Haqiqiy elita, elitnoy. Toza hissorni so'ragan akalarimizga yetib keldi. 4 yosh, mana ikkinchi bolasi. Toza arashan qo'chqorga qo'shib qo'ydim, onasi ya qochdi ya qochmadi. 50-50 shunasiga beriladi. Bolasi bilan ham qo'chqor yuribdi, qochgan yo'q bolasi menimcha. Bolasini kech kuzroqqa qo'yaman degan obunachilarimiz aloqaga chiqarasizlar, xudo xolsa chiroyli dastlabkan qilib yetkazib beramiz. O'ta go'zalini olaman degan akalarimiz aloqaga chiqsangiz, xudo xolsa chiroyli dastlabkanni qilib yetkazib beramiz. Aka katta qo'y, ishoning. Siz aytgan natijadan o'ta yuqori bolani beradi, xudo xolsa. Narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar 14 million 500 ming telefon qiling, o'tib beraman. 14,5 million so'm qo'ydi kami bor. Aloqaga chiqarasizlar, ishqibozlari bo'lsa, xudo xolsa chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Qo'ydi yoshini bitta ochgan. Mana yo'di yoshi. Kuchida 4-ikkinchi bolasi. Xudo xolsa aloqaga chiqing. O'ta tozasini, zo'rini olaman degan obunachilarimizga xudo xolsa yetib keldi. Mashalloh deb qo'ying, jigar qo'ydi qarang. O'ta go'zalini xudo xolsa yetkazib keldik. Bolasini qo'yib yuboringchi. Bolani qarang aka, qo'ziga bitta bahoni bering. Mashalloh, hozir ham emib turar ekan, qarang. 14 million 500 ming so'm xudo xolsa aloqaga chiqarasizlar. Onasini razrezini ko'rsatingda. Ona bolasini aka razrez, onani qarang. Toza elita hissor haqiqiy. Xudo xolsa
Aloqaga chiqsangiz, chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Qo'lsini qarang, mashalloh. Haqiqiy bolaga o'ta kuchlik beragan bolani ham qarang qo'ydi. Kichkina narsa emas, videoda qanday ko'rinadi bilmadim. Yangi tuqqanni ham aka, 11 million, 13 millionga sotilyapti. Siz ko'rib turib, ko'zingiz 100% ko'rib turib olyapsiz. Oling shunaqa zo'ra kelganda foydalanib qoling. Tomosha qilib turing. Bundan keyingi ham o'ta chiroyli variantda qo'ylar yetib kelgan. Xohlasa obzorga qo'yamiz. Like bosib, videoni oxirida ko'rib turing. Bolasi urg'och aytdik, enasi yosh 4 yosh, bo'yi ham kichkina qo'ymas, katta qo'y bo'yi ham. Bolani qarang. Sor haqiqiy, toza sor. Xohlasa mana obunachilar. Qo'zini qarang, mashalloh. Tomosha qilib turing, xudo xolasa 5-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. 14 million 500 ming so'm telefon qiling, o'tib beradigan joyi bor. Toza elita hisorini qo'zlari yetib keldi, obunachilar. Bir jo'p ishqibozlari bo'lsa, yetkazib berish xudo xolasa bizdan. Biri 2 tishga chiqazgan, biri hali qo'zi, qo'chqor ko'rmagan ishqibozlari bo'lsa, aloqaga xudo xolasa chiqolasizlar. Chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Aka mana Qirg'izistonning qo'yi, oyoq qo'l uzunligiga, turish parametriga o'zingiz bitta e'tibor berib qo'ying. Haqiqiy ishqiboziga sotaman. Mazza qilib qo'y qilib olib ko'paytiraman degan obunachilarimizga yetkazib keldim. 2 dona kashtangidan. Obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, 5 million so'mdanga 10 million so'm bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib beraman. Oling, shunaqa o'ta udor klasslar kelganda foydalanib qoling. 10 million so'm bo'lsa ketaveradi. Bo'ladigan narxi aloqa qilsangiz, xohlasa o'zi 5 tanga yaqin kelgan. Ozginadan bo'yda qiladi. Aytib ketaveraman, xudo xolasa narxi menga ham arzon keldi. Naqa 11,5, 13 emas. 5 million so'mdanga bo'lsa, xudo xolasa chiroyli dastlabkani qilib yetkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ydi yuzlariga, tiniqligiga bitta e'tiborni bering. Kashtangda o'ta klasslar xudo xolasa. Kuzatib boring, yana zo'rlaridan xudo xolasa yetib kelgan, o'shalardan obzorga qo'yib olib chiqishga harakat qilamiz. O'ta klasslari qo'zladi, qarang. Qo'chqorga tayyor variant aka oling. 10 million so'm bo'lsa, 5-partiyamiz yetkazib beramiz, xudo xolasa. Ash qo'ydi, Anvarjon uzaytirgan qo'ydi. Qo'y, akam qo'ydi, qarang. Hali bitta bolani oling bundan. Buni qo'ydi, qarang, uzunligiga bitta bahoni bering. Mana aka qo'ydi uzunligiga bitta bahoni bering obunachilar. Xudo xolasa, yo'qsa aloqaga chiqing, chiroyli dastlabkani qilib yetkazib berish xudo xolasa bizdan. Kuzatib boring, xudo xolasa 6-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. 10 million so'mga telefon qilaverasizlar. Mashalloh, obunachilar, Qo'chqorda o'ta klassidan keldi-yu, xudo xolasa 2 tishga yangi chiqazdi. Toza arashani bor akalarimiz solotni yarichkisini yig'ib qo'yib, haligi kanallarda kuzatib tomosha qilib turgan obunachilarimizga yetkazib keldim. Soni 1 dona. Toza Qirg'iziston Bishkekniki toza arashanda o'ta uddarini olaman degan ishqibozlariga xudo xolasa yetkazib beramiz. Sotiladi, aloqaga chiqa olasizlar. Qo'y ekitishga o'tdi. Xudo xolasa sovutildi, bolaga tayyor ishlashini ko'rdim. 100%lik. Olaverasizlar. Obunachilar oling aka, shunaqa zo'ra kelganda foydalanib qoling. Quloq parametr, garbanos, arqa razrez 100 taligi. Qo'yda hech qaytida chigitday nuqsoni yo'q. O'zim ishqiboz olib oldim, ishqiboziga sotaman. Har birimizga shunaqa zo'radan har doim boqishlik nasib qilsin. Mana obunachilar oldi ko'hraklarini qarang, bunday yiltirib ketadi, xudo xolasa. Oling, zo'rini olaman degan ishqiboziga xudo xolasa tavsiyani qilaman. O'tda cho'tki narsa qo'ydi, yaqindan ko'rgan odam haqiqiy ishqiboz bo'lib qoladi. Obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, 8 million so'mga o'tib beraman. Kami bor. Aloqaga chiqa olasizlar. 8 million so'mga xudo xolasa o'tib beradigan joyi bor. 8 million so'mga o'tadigan joyi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqing. Haqiqiy topda aka, bundan bir bolani olib ko'paytiraman degan obunachilarimizga yetib keldi. 6-partiyamiz oldi. Oxiriga o'ta klassini arzon summada chiqazib beraman. Tomosha qilib tursangiz, sizga yoqadigan xolasa variantda chiqadi. Bitta like bosib qo'ying, mana shu like bo'ladi. Like shu bosib qo'yish ish emas, like bosib videoni oxiriga doğru har doim kuzatib boring. Qo'chqorning yoshini bitta oching dedim. Mana yoshiga qarang. Yangi chiqazdi, endi yetkazyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqing, ish bitadi. Razrezlarni bitta o'ringda, qo'ydi, aka shuni aylantiringdi. Mana aka razrezlari. Arqa shuni suringdi. Bo'ldi, ana ham ushlab turing. Stoykani qarang, bundagi turish parametrni o'zingiz ko'rib baholab olasiz, xudo xolasa. O'ta zo'rra Qo'chqordi. Shuni aylantiringda oldin aka shuni, oldin olingda aka. Ana, bundachilar. Ana handa bo'ldi. Mashalloh, turish qarang jigar, shunaqa zo'rini olaman degan oshna qo'yni
tanishib bilishga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bizda har doim zo'ri, ishonchli variantdagisi bo'ladi. Oxirga qadar tomosha qilib turing. 8 million so'mga o'tib beraman. Uyimda 20 ta toza rashan sog'lig'im bor. Yetkazib bering desangiz, o'tib beraman. Allohga xudo xolasa chiqarasizlar. Har birimizga nasib qilsin. Mashallah, obunachilar Karishnamoyda o'ta udoradan oxirgi partiyamiz bitta bonus olsin. Bonusiga like bosib tomosha qilib turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hop. Qo'zi ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Narxini arzon summada qo'yib beraman. Yoqqan bo'lsa oxirgi partiyamiz obunachilar. Narxga keladigan bo'lsak, 4,5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring aka, mana bonusi. Kimga qanaqa bonus kerak bo'lsa 4 million 500 ming so'm bo'lsa oling. Xolos, chiroyli dastlabkini qilib yetkazib beraman. Oxirgi partiyamiz. Videoni oxiriga ko'rib, like bosib, bizni har doim podpishkada turgan obunachi akalarimizdan har doim Alloh rozi bo'lsin. Zo'rlarini chiqardik. Yoqqan bo'lsa 24 soat telefon nomeri ishlab turadi. Aloqaga chiqaring. Siz ishingizni bitiramiz, biz harakatda turamiz. Xudo xolasa. Oling mana 4 million 500 ming so'mga oxirgi partiyamiz. Zo'rlarini bugun apchika avzorga qo'ydim. Yoqqanini xudo xolasa chaqirtirib, xudo xolasa aka ko'nglingizni 100% to'q qila olavering. Ishonchli narsani yig'ib zo'rlarini olib kelaman. Xudo xolasa sinovdan o'tkazib keyin kanalimga kulayman. Ko'nglingizni xudo xolasa to'q qilib, chaqirtirib, bemalol maza qilib boqorasiz xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ydi oldini bitta ko'rsatib qo'yingchi. Mana obunachilar. Qo'zini qarang. Har birimizga shunaqa zo'ridan boqishlik har doim nasib. Oling, 4 million 500 ming so'mga bitta bonus qilib qo'ydim aka. Kelgan narxi o'salkam o'sha pul. Mayli, oxiriga bitta zo'rini chiqarib beraman deb lavz qildik mana. Oxiriga 4,5 million so'm bo'lsa ketaveradi. Ishqibozlari xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. O'zingiz ehtiyot qilib zo'rlarini bizning kanal chorva narxlaridan kuzatib boring. Like bosib, podpiska qo'ysangiz har kun obzor qilamiz biz.